Sizler görüp durğan kaşık bilke naborlarımız içinde 12 kaşık, 12 bilke, 12 kichkina kaşık boladı. Kümüşten neçə yıl xizmət etsələr qaraymaydı, rəngi özgərməydi. Bahası isə 1.280.000 son. Görüp duran taxta kaşıqlarınızda iki xilisi boladı. Həm Samarqand, həm rossiyskisi. Mənim kolumda qalsa rossiyski əsl mahsulat. Məsələn, buna çırayla kendini karanla. Eğer sizlərəm şunun çırayla fasada edişlərini özlərinizdə, uylarınızda görüşünü xatlasanızlar, Esen Dünya Texnika Dökanına təşrif buyuruşlarınızı soruyumuz. Assalamualaikum Urganch Buyum Bozori YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda Esen Dünya Texnika Dökanının ikinci etajındamiz. Esen Dünya Texnika Dökanının ikinci etajı asosan ayol qizlarimiz uchun kerakli uy ro'zg'or buyumlarini sotishga mo'ljallashtirilgan. Hozir sizlar bilan birgalikda ikkinchi etajdagi hamma narsalarni bir qator ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib, hamma ayol qizlarimiz birdan yaxshi ko'radigan gullardan boshlaymiz. Ushbu Esen Dünya Texnika Dökanidagi gullarimiz xuddi живойдek ko'rinadi, lekin hech qachon qurimaydi. O'zlaringiz xohlagan razmerdagi, istalgan rangdagi hamma gullarni topishingiz mumkin. Bundan keyin nejnilikni yaxshi ko'radigan odamlarimizdan tortib milliylikni yaxshi ko'radigan ayol qizlarimiz uchun har xil posada komplektlarimiz ham mavjud. Masalan, milliylikni sevadigan posada shaydalari uchun oddiy nashkasamiz oladigan bo'lsak, bahosi 15.000 so'm, sifatlaridan yaxshi va o'zingiz xohlagan hamma rasvetdan ham bor. Bizlarni kuzatishda davom etsangizlar, zamonaviy posada komplektlarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Agar ushbu do'konga tashrif buyurib, Urganch Buyum bozorining oldindan kelsangizlar, sizlarga skidka narxida beradilar. Bundan keyin gullarni sevadigan ayollarimiz uchun bizda gul soladigan vazalarimiz ham har xil turlaridan bor, baholari ham hamyonbop va har xil dizaynlisidan bemalol topishlaringiz mumkin. Sizlere eng glavniy parli o'tiklarimizni aytishimizdan chiqib ketdi. Ko'rib turgan o'tiklaringizni bahosi 280 mingdan boshlanadi va razmeriga qarab bahos ham o'sib boshlaydi. Ulug'roq parli o'tiklarimiz esa 8 ming so'mdan boshlanadi va 1.200.000 so'mgacha boradi. Bundan keyin bizda oshxona uchun kerakli bo'lgan har xil maishiy kichkina texnikalarimizni topishlaringiz mumkin. Masalan, oddiy ko'rib turgan kichkina blenderlaringiz teyinda knopkasi bor, shundan ishlaydi. Bahosi esa 100 ming so'm. Menimcha dim udobniy narsa. Shundasa kichkinagina bir mevani medirajak bo'lsangizlar ham katta blenderlarni ishlatib yurmaysizlar. Bizda ruchnoy misrovkalarimiz ham bor. O'zlaringizga ma'lum, hozir ko'pchilik ayol qizlarimiz uyida ruchnoy misrovka bor, lekin sifati yaxshi emas. 1-2 oy ishlatasizlar, undan keyin buzilib qoladi. Lekin Esen Dünya Texnikasindagi hamma narsalar o'ta sifatli va o'zini sifatidan javob beradi. Keyin bizda ruchnoy misrovkalardan boshqa to'qli misrovkalarimiz ham bor. O'zini ko'rib turganlaringizning brendlari original brendlardan, baholari esa 120 ming so'mdan boshlanadi. Mana qo'limda ko'rib turgan narsalaringiz menimcha ko'pchilik ayol qizlarning orzusi. Lekin esa gaz plitalarimizni davaraklarida, kuxnya mebellarimiz ustilarida va davaraklarida ko'p dog'lar qoladi va umuman ketmaydi. Ayniqsa ular bizning devorlarimizda desa, bizning ayol qizlarimizda bundan yomon kun yo'q. Ushbu qo'limda ko'rib turgan svechlaringiz esa o'tda yonmaydi, chaqda iz qolmaydi va sizlarning mebellaringizni, gaz plitalaringizni, davaraklarini toza tutishlaringizga yordam beradi. Bu ko'rib turgan narsalaringiz meva skadon hisoblanadi. Ushbu meva skadonlarimizni ayniqsa anor siqqanda, güzel kuz-qish mavsumida hammamizga birdin tanish va hammamizga birdin natural sovuq ichishni yoqtiradigan odamlarimiz uchun ayni muddao narsa. Sizlar ko'rib turgan ushbu qozon naborlarimiz baholari 2 million va 3, 4, 5, 6 xil qozon naborimiz bor ekan. Aka bu qozon naborlarimiz nerniki? Kazan naborlarımız bular Türkiye'nin Life Smile firmanın kazan naborları. Bularımız şu naborumuzun özü 2 milyon 100 so'm pul veremiz narxını. Bulumuz teyini aldırmaydı, otunu tez ötüredi özüne. Dım mine sifatli yaxşı vecbimiz. Life Smile firmanı yine bunda Privatnom deniz bizden özümüz tilimizde aytkanda hem kazan onunla da işletseniz buladı, hem mantı kazan etseniz buladı. Hem bunu par kazan etmem işletseniz buladı. Bunda bemalol teyinde şorvanı asıp üstünde parda verjanı pişirişiniz mümkün. Life Smile firmamızda her xili kazanları var. Arşiya firmasının kazan naborları var. Mantı kazanı dismi, tavalları dismi hemmesi var.
ayol qizlarimiz buyurtdirsizlar. Ushbu qozon naborlarimizni tariflarini, endi shuning qozon naborlarimizni eshitib, ko'rib, baholardan arzon ekanliklarini bilgandan keyin o'zlaringizni oshxonalaringizda bir nima qilsangizlar, menimcha to'g'ri yemasa kerak. Şu Arşa firmamızda kazan naboru umuman kepkir saylanıydı, teyni aldırmıydı. Her kılı kepkirini işletişiniz mümkün. Demir kepkir desmi, tahta kepkir desmi, umuman kepkir saylanıydı. Bu kazan naboru desmi. Hemmesi içinde 2 milyon sonlu naboru desmi. Endi inan bu yerda sizlar ko'rib turganlaringizdek har xil rasvetgada o'ta nijniy, duz, shakar, shunga o'xshagan mahsulotlarni solib qo'ygan idishlarimiz bo'ladi, adashmasam. Aka, bularimizni baholari necha so'mdan? Duzdallarımızı, üşü görüp durgan akril duzdallarımızı 3'sünü 140 bin son veremiz. 3'sünü 140 binden kılıp veremiz. Pesteki sarılarını 3'sü 180 bin kılıp veremiz. En arzan duzdanımız 35 bin sondan başlanadı, ta 650 bin sonadan gite veredi naborlarımız. Her xili duzdallarımız var. Sıfatına gap yok. Sizlar meni orqamda ko'rib turgan ushbu portret menimcha hammalaringizni ko'zlaringizni qamashtirgan bo'lsa kerak. Shaxsan men o'zim ham ushbu portretga havasim keldi va ushbu bunday portretlar sizlarni xonadonlaringizda kamida birisi bo'lishi menimcha ayni muddao bo'ladi. Ushbu portretlarimizni bahosi 680 bin so'mdan boshlanadi. 400 bin so'm miqdori va ishqilib har xil razmerini, o'zini sifatini, görünüşüne qarab baholar ham tushib chiqib turadi. Keyin Qarang, singlim. Portretlerimiz 280 bin so'mdan başlanadı, ta 1 milyon 300 bin so'madan gitaveradi. Bu portretlerimiz bir-birisini tekrarlanmaydı. Bular hammasi Xitoy mahsulotı bo'lib, bularning üstündeki daşlarımız svetni nurunda, quyosh nurunda o'zidan yaltirab blesk taratib turadi. endi sizlar bilan birgalikda hozir manti qozonlarimizni ko'rib chiqamiz. Manti qozonlarimiz hammalaringiz biladigan, hammaning uyida topiladigan obishniy manti qozonlarimizdan bor ekan. Manti qozonlarimiz hammasi rossiyskiy bo'lib, yan tarafimiz 340 bin so'mdan başlanadı. En kattasi 440 bin so'mdan. Eğer sizlere gerek bo'lsa, Arşa firmasını, keyin Parem, Türkiye'nin Parem firması var, Evelen firması var, ulanan manti qozonlari bor dedi. Keyin Biyan Xatarımızda manti qozonlarimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, sifati yaxshi bo'lgan manti qozonlarimiz ham bor. Eski tepede ko'rib turgan qozonlarimiz necha qozon bu? Bularımız Afgan par qozonlarimiz. Bu Afgan par qozonlarimiz 2 xil nimada bor hozir bizda. 10 kiloliki, 5 kiloliki, 8 kiloliki bor. En arzanı 5 kiloliklarımız 2 xil variantda. Hem arzanroq xilisi, hem 500 bin so'mdan başlanadı, ta 700 bin so'm var, 650 binliki var, her xili. Hem de bize de rossiyskiy bo'lgan par qozonlarimiz ham var. Bularımız ham shuningdek 15 litr, 10 litr, 8 litr, 5 litr. Bunday par qozonlarimiz ham var. Keyin bu yan tarafimizda Xitoyning Sumidon akril posudalari var. Bunu o'zingiz tashab ko'rib sinashingiz mumkin. Bahosi 16 bin so'm ekan. 16 bin so'm. Bumuz bemalol qo'lingizdan tushib ketsa ham sinmaydi. Ko'rib turganlaringizdek hatto chatmagan ham yo'q. Hech narsa bo'lmadi. Sizlarga dim ko'p vaqt xizmat etadi. Ayniqsa uyda yosh bolasi bola uchun bunday posudalar menimcha dim kerak. Bu posudalarımızın sifati her xili görünüşte var. Salat listaları dismi, okat blüdaları dismi, lap kasası, çay kasası, her xili. Bunun görünüşte posudalarımızdan var, bularımızdan sınmıydı. Yan tarafımızda 6 adamlık posudalarımız, 12 adamlık posudalarımız var. Keyimin meyve saladon, konfet sak koysayan buladon vazalarımızdan var. Hem de padnos naborlarımız var. Bu padnos naborlarımız Dubai'nin Madya firmasının padnosları bulup, bunlar özünün rengini, süfetini kançalı işletseyden, suya batırıp suda yuvub işletseyden özünün rengini, süfetini özgertirmiyor. Sarı padnoslar var. Bir ay işletesizmi yok mu? Yoğanızdan ki rengi çıkıp akarıp kaladı. Yok. Bularımız rengi çıkmıydı. Bemalol 3 yıl işletseyden süfetini özgertirmiyor. Ben hazırdım kızıktırgan nerse işi görüp durgan renkli çaynikle idişlep oturttu. Bu renkli çayniklerimizden Xitoyning renkli posudaları bulup, süfetine gap yok, laydan işlengen. Çayniklerimiz 95 bin so'm, lap kasa naborlarımız var.
Lağman tarelkalarımız var, çay kasası var, sos listası var. Bu yerdagi çaynak çashka naborlarimiz ne? Bu servislarımız ham, naborlarımız. Bularımız ham sifatına gap yok. 540 ming so'mdan başlanadi, 650 ming so'm, 680 ming so'm har xili. Tenda tarelkasi bilan nabor, faqat choynaki chashkasi nabor. 4 chashkalisi, 6 chashkalisi har xilisi bor. Bu yerda pichoq naborlarimiz ham bor. Ichida har xil razmerdagi pichoqlar va o'zini qaychilar ham bor ekan. Bularni har xil rasvetkasidan, har xil baholaridan bor ekan. Masalan, hozir men ko'rsatib turganim 1 million 150 ming so'm. Bahosi bu yerda har xillisi bor. 880 ming so'mlik, 920 ming so'mlik, 750 ming so'mlik. Ishqilib o'zlaringizni ko'ngillaringizdagi bahodagi narsalarni har xilini topsangizlar bo'ladi. Bu dapadagi stakan naborlarimiz, masalan, bular ham har xil rasvetkada, har xil bahoda, har xil sifatda hamyonbop narxda olishingiz mumkin. Sizlar ko'rib turgan ovqat termozlarimiz ham bizning do'konimizda topiladi. Plastmassalari 30 ming so'mdan boshlanadi va baholari o'zgarib boradi litrga qarab. Bizda hatto 5 litrlik ovqat termozlarimiz ham bor. Sifatlari zo'r, makkan, sizlarga ko'p vaqt xizmat etadi. Bu yerda menimcha ko'rib turgan narsam hammalaringizga tanish pichoq nabor. Bu pichoqni bilgan biladi, o'ta o'tkir, sizlardan ko'p vaqt xizmat etishi mo'ljallangan. Bahosi 100 ming so'm. Endi sizlar bilan birgalikda qoshiq naborlarni, vilka naborlarni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turgan ushbu chiroyli nijniy qoshiq vilka naborlarimiz bor. Sizlar ko'rib turgan qoshiq vilka naborlarimiz ichida 12 qoshiq, 12 vilka, 12 kichkina qoshiq bo'ladi. Kumushdan necha yil xizmat etsa qoraymaydi, rangi o'zgarmaydi. Bahosi esa 1 million 280 ming so'm. Keyin bizda bundan boshqacha har xil rasvetkadagi qoshiq naborlarimiz bor. Baholari 360 ming so'mdan boshlanadi. Ko'rib turgan ushbu sari komplektimiz bahosi 420 ming so'm ekan. Keyin bizda oshxona uchun kerakli bo'lgan kapkir, cho'mich naborlarimizdan ham bor. Masalan, ushbu sarisi 680 ming so'm komplekti, 270 ming so'mliklar ham bor, 240 ming so'mlik ham bor. Baholari sifatini, materiallarini qarab o'zgarib boradi. Bizda vishilkalarimiz ham bor. Hammaga birdin kerakli bo'lgan shkaflarimizda o'ta akkuratli bo'lib turadigan vishilkalarimiz. Baholari necha so'mdan boshlanadi? Vishilkalarimizning narxlari 20 ming so'mdan boshlanadi, ta 100 ming so'mdan ketaveradi. Hozirgi nimada gelin qizlarimiz uchun bunga vishilkalarni olib turibdilar. Bularimiz 100 ming so'm. Meni qo'limda ko'rib turgan taxta qoshiqlarimiz ko'pchilik ayol qizlarimiz uchun dimdanish. Ko'rib turgan taxta qoshiqlaringiz ikki xilsi bo'ladi. Ham Samarqand, ham rossiyskisi. Meni qo'limdagi esa rossiyskiy asl mahsulot. Undan boshqa bizning do'konimizda o'zingiz xohlagan oshxonaga kerakli hamma jihozlarni topsangizlar bo'ladi. Har xil assortimentda va har xili arzon narxlarda. Bizning do'konimiz sizlar uchun yangilik ochishdan xorimaydi va har kuni to'xtovsiz toza tovarlar kelib turadi. Masalan, buni chiroyli ekanini qaranglar. Agar sizlar ham shunday chiroyli posada idishlarni o'zlaringiz uylaringizda ko'rishni xohlasangizlar, Esen Dunyo texnika do'konina tashrif buyurishlaringizni so'raymiz. Bundan keyin bizda har xil qoshiq naborlar, vilka naborlar, pichoq naborlar va hamma oshxona uchun kerakli posadolar, jihozlarni topishlaringiz mumkin. Bizda va faqatgina oshxona uchun emas, balkim uylaringiz uchun eng kerakli bo'lgan dazmollarni utikdan topishlaringiz ham mumkin bo'ladi. Bularning baholari o'rtacha 480 ming so'mdan boshlanadi. 1 million 200, 1 million 100 liklar ham bor. Har qaysi o'zining sifatini, ishlab chiqarilgan brendini qarab. Esen Dunyo texnika do'konining aniq manzili Raycenter bozorining orqasida, eski 5 panjani o'rnida. Hammalaringizni do'konimizda